Otaxon mana 80 yoshingizda farzandli bo'libsiz a? Albatta ismini ham 80voy qo'yganman. O'limga atab, jo'ralariga atab mash to'yiga Amazon o'rmonlaridan King Kongni chaqirganman. Demak, davramiz markaziga King Kongni taklif etamiz. Xullas qarsaginglar. 48 gradus issiqda atalan chiqib qolmasa bo'ldi. Bu hali hammasi emas, to'y bolamizning otasida yana sovg'alari bor ekan. O'limi jo'ralariga oy ishidan popi pop keldi. Popi pop rostdan zo'r ekan, a? Mazaligini qara, 7 yoshdan 70 yoshgacha ketaveradi. Alo. Ali aka, boyvachcha odamdan suvchilik keldi. Tezroq harakat qilmasangiz uydagilar rozilik berib yuborishadi. Hozir yetib boraman. Ano maymun qayga ketdi? Pulini ham bermovdim. Bo'pti, yuringlar popi-popiymiz. Kinoni ham oshirib yuboradi-da. Maymun ot minib olgan. Qizingizni o'zingiz katta qilgan ekansiz. Chaqirsangiz bir ko'rsam. Ha, mayli. Qizim, choy olib kel. Xullas shu maymuni yaxshi ko'rasanmi? Maymun emas, ichidagi bolani. Ey, kiyimidan bilding nima ish qilishini. Ammo attiri ko'rsak bo'ladimi buni? Chiqar olma bolamini. Mana onun ichida 50 gradusli issiqqa chidayman, lekin mana ukang orqadagi havo beradigan demaxotga gaz berib yotibdi. No'xat yedingmi? Tur yuqor qo'yadi. Uyda yolg'izmisan? Yolg'izlik insonni quritadi. Motivatsiyani nerdan olasan? Appangni yerdan olaman. Ota-onang qayerda? Ota-ona qalbda bo'ladi, u suytoy bo'ladi. Pullar nerda turibdi? Pulni nerdaligini bilmayman, pul mani nerdaligini biladi. Pul baxt olib keladimi? Pulni to'g'ri taqsimlash baxt olib keladi. 7 kara 8. Keyingisi, Yosh bola ekansan, ha? lekin meniki katta. Orzularim. Yaxshi haftada chiqadi. Ey amaki, to'g'rimi hozir shu ishinglar? Sekadini. Birovni pulini o'g'irlab, bolalaringga harom luqma yedirasizlarmi? No'shatish kerak. Nos chakish kerak deydimi? Nima deydi? To'g'ri gapi. Nima qilish kerak deyapti? Ana agarodda o't to'lib yotibdi. Shuni yulinglar, men sizlarga naqd sanab beraman. Davay. Ichasonlaradi, bilmasa. Tursunboy aka, uyda hech kim yo'qmi? Ya uyda hech kim yo'q. Sen kashi ichyapsanmi, onangni yemayapsanmi? Bular kim? Ha, bular madikorlar, ishlagani kelgan. Ishlanglar-da, sal toza qilinglar. Ishlatajak buni janob kirib. İşletecek menimcha pes ödemesi yuyacak. No. Nazar tushmanglar. Qo'shnim bu nonga kelgandi. Tursunboy aka, rahmat. Mayli, och bo'lsin. Seni opang no dedi. Men erga ot butini yig'ishda pullar qayerda? Bu yerda. Yalla guruhida chiqqanmisiz siz? Tursunboy aka, siz menga nom beruvdingiz-ku, men sizga lala ko'p keldim. Odamdan yaxshilikka qaytadi. Bo'pti, rahmat. O'sha yoqqa tashab ket. Lala ko'zurda, namlikni saqlaydi, allergiya chaqiradi. Pul nerda pul? Dada. Dedangmasman men sening. Oyi, Yo'g'ore. to'g'risini aytsam, dadam bilan oyim meni tashab ketishgan. Yetimxonaga. O'shandan beri ularning yuzini ko'rmaganman. Shunga siz dada, sizni oyi desam bo'ladimi? Bo'ladi. Dada, Ha, bolam. oyi. Yo'q. Ayt, yetmasin. Ayting, oyi. Labi bolam. Sut ichaman. Bormi senda shu? Sut deyapti bu garang. Sut mendan nima qiladi? Ha, o'sha yerdan. Nonni ishlatasan endi. Hey, Zahari qo'shaymi, bolani o'ldiramiz, pul olamiz, ketamiz, bo'ldi. Ha, shunday. Olib ketdik davay. Men bolajon suting tayyor. Men mol sutini ichmayman. Ya onangni sutini ichasanmi? Ha, ichaman. Bolajon bitta ichib ko'rish. Unaqa shirin mazasi voy, uni qara. Ne öldü? Apang öldü. Öldü apang. Ey apang.
Ker! Shu payt oldiginamdan chiqsa, yotganda yalpayib, bo'yniginang uzilsin, qo'lginam uzilib tushay dedi buni azobladan. Nima qo'tiribsan? Imtihon tayyorgarlik ko'ryapman. Shu kitobni hurmati senga indamayman. Agar boshqa narsa qilib o'tirganingda, og'zi burningni qon qilib tashardim sen bolani. Kimdan alamim o'samagan, otang qani? Dadasi! Zeboni qizi yana ikkita bolasi bilan qaytib o'tiribdi. Yana nega pichillab gaplashyapmiz? O'g'lim o'qishga tayyorgarlik ko'ryapti. O'g'lim o'qishga tayyorgarlik ko'ryapti. Nima? Ya quloqlaring jarangmi sizlarni? O'g'lim o'qishga tayyorgarlik ko'ryapti dedim, Ay, baqir-chaqir qilavermansa, kallang kirmayapti. Turinglar ketinglar-da, sizlarni men o'g'lim to'poy bo'lib qolmasin. Biri dilda, yurakdagi. Mol ochdan o'laydi o'tiribdi. Buni o'tirishini qara. Nima qilyapsan? Mental ahamiyatga o'rganyapman. O'rganyapsanmi qilib? 9 qo'shuv, hisoblab tesiz. 46 qo'shuv, 99. Necha bo'ldi? Necha bo'lgan bilmayman. Endi o'rganyapman. Nega bunaqa qilganlarni o'rgandimda? O'rgan. Shu ishlarni otang qilsa ham bo'lardi-ku. Dadasi! Kansini tashqari o'rnatilgan haniga, televizor ichkariga. Hoy, olim bolam, nimani planini tuzyapsiz? Shuma uyga yetib o'qishga kirsam, televizor, kansini ashlar joyini ko'rib chiqyapman-da. Qanaqa? Shu kunduz tami o'qaqalar, ishonch do'konlar dahshatligi beryapti, imkoniyat beryapti. 5 million so'mgacha bo'lgan mahsulotlar muddat to'liq olsa bo'ladi. Telefonmi, smartfonmi, xullas, talabalar kerak bo'lgan hamma narsani olsa bo'ladi. Shartlari oddiygina talabalik guvohnomasi bilan pasport bilan borsa bo'ldi, shuni beraveradi. Qulman narxlarda olsa bo'ladi. Smartfonmi, bu telefonmi, undan tashqari trading xizmatlari ham bor, aya. Voy, qanday yaxshi. Shu qariganimda konsertxonada muzdekkinada o'tiramanmi deb orzu qiluvdim. Yasha bolam, o'qi. Men bir qo'shnilarga maqtanib kelay, student bolam kelsa, hammalaring kulib kutib olinglar, xo'pmi? Aysalar ham student bo'laman desanglar, qo'llaringdan kitob tushmasin. Akalaringni yo'lini bersin sizlarga. Voy, mana student bolam keldi. Voy, qarsak. Voy, aylanay. Nechi bal olding? 3. 300 deydimi? Yo, aya 3 bal. 3? Voy, sharmanda. Ana Xitoyda zilzila 8 balli bo'lyapti. Bo'yniginang uzurgur. Odamlar bir haftada 12 ball ishtirok yig'yapti. Sen nimaga ucha olasan? Bu yoqqa endi qayerga qochasan? Dadasi! Pastroq gaplashlaring, bugun dam olish kunim mana. Bo'ldi, anaqa bosh qaytarilmaydi, xo'p. Hey, uxlashga qo'yasanlarmi yo'q, ha? Ezma chol bor. Anaqa pastga tushimda gap bor. Keling anaqa, men sizni Romix kompaniyasiga olib keldim. Bu yoqda sifatli eshik va romlarni ishlab chiqarishadi. Men sizga mana shu eshik romlardan bitta qo'yib beraman. Uyingizda bomba portlaydimi, otishmalar bo'ladimi, maza qilib tinchgina o'tirasiz. Ham issiq, sovug'i ham ushiydi, tushunyapsizmi? 2 yil garantiya, 3 yillik servis xizmati ham bor. Men sizga olib bersam, nima dedingiz? Gap yo'q, davay. Qo'yamizmi? Ha. Ketdi. Turdingizmi amaqa? Uzr, sen gapiramiz. Sen gapirim dedimi? Unaqa bo'lmadi. Bo'y desam bo'lmadi. Yechpadik mana. Bir kun kutib o'zi ham zo'rga tutdim. Ha. Nima qilgan o'qi? Nima bo'lib qoldi? Nima muammo kerak? Bir aytishganmi, nima urib tashladinglar? Bakrashga terib ketyapmiz. Nima biz oldimizga chiqdi birashga? Nima xoqi? Nima siz hammani sotib olgan odamsiz? Voy. Nima? Nima sotib olgan joyimsiz? Xodimni sotib olgan joyimi? Bir aytishganmi, nima urdinglar? Ketaman. Foqolatmi? Nima bizning yo'limizga chiqadi birashga? Kim bu birashga men yo'limga chiqadi? O'kam bir payt siz zakib qopdilar, asabiylashmang. Men asabim durishda hech kimni tanimayman. Men nima ma'nosini bilasizmi? Bilmayman nima bo'ligini. Bekordan 15 sutkada yo'q. Nima qilasiz? Pulingizgina tashlaysiz, yomon gapirmadim. Nima? Nima deysiz o'g'li? Men bakrashgan o'g'lim ukamga sakrab ketyapti, ukang. Bu qaysi qonunga bu bunaqa narsa? Bittaman gapirib qo'y ukangga. Shundoq bitta qarab.
ukam xafa bo'lma deb qo'ying. Dunyo tushunmasin, oke? Nima u kim u menga u? Ha, o'zingizdan o'zingiz dang'illatib ekansiz, oke? Uni ustiga mana to'pponchani qattan. Qo'lingizga menga sakramang. Yursaman hozir. Ha, onasini emsin, mahallada turibdilar-da. Uni mujrimisi kim? Ha, shundoq buriling-da, oke? Ukam gap yo'q deb qo'ysangiz bo'ldi, oke? Asabni buzish oqibati. Hayda. Oke, bir minut. Asabiylashmang, oke? Nimaga o'g'lim ketyapman vaqt kelimdi. Asabiylashmang, oke? Asabiylashmang. Nimaga vaqt kelimni olib qo'chyapsiz? Zachib qolibdi-da, oke? Hech kimdan qo'rqmayman. Mana nimaligini bilasizmi, oke? Pak aytadi, oke, bittada tovon bo'lasiz. Mana nimaligini ko'ryapsizmi? Ha. Baglashgani uchirib ketayotgan bo'lgansizlar. Uchirmaylar desa, oke, urgansizlar. Endi jiyanimni urib olibdi. Kimga to'ppocha urib tashladim jikayni. Yo'qa bo'lmaydi erkak. Uli agar bitta gapingizga tushunganim oke, men bilan tashlab oling, uyat bo'ladi. Tashlayman. Uyat bo'ladi, oke? Nima? Bu bilan nima qilasiz, oke? Voy. Hozir o'zingni bosib ketadi, o'zingni mashinang. Opa! Hayda! Buni nima deysiz, oke? O'ylanglar, to'y jangni o'ynaveramiz, oke? O'ynaveramiz. Bo'ldi, oke, ham besh shop qo'ying. Lekin yosh bolani qaytib urmanglar, oke? Telegram postga kirib sara match bot deb yozadigan bo'lsanglar, 600 mingtadan oshgan shulagachilik botimizga chiqib keladi. Bunga kirib rasmiylar bilan lokatsiyalarni tasdiqlab, sizlarga yaqin atrof turgan chiroyli qizlarni chiqarib beradi. Olam videoga. Sizni nima qilaman, o'g'lim, oke? Charchamang, oke? Olam videoga. 2 urib yaxshi yetib olinglar, oke? Olam videoga ikkinchi. Bo'ldi, oke, yaxshi yetib oling.